Алдыңғы дәрісімізде biz temalarga baho yo'llashni amalga oshirgandik. Endi baho yo'llanib bo'lgandan keyin biz bu dialogrammasini avval yo'q qiladigan bu kodni qo'shib etib, andan keyin u yo'llangan bahoni ko'rsatadigan ishni qilaylik. Biz aldingi qitimda bu baho yo'llanib bo'lgandan keyin yo'llangan uchurlarni bu yerda ko'rsatib boqqandik. Mulozimatidan qanday javob kelganligini bu yerda ko'rib o'tgandik. Endi bu biz yo'llagan uchur bu post request orqali yo'llangan uchur muvaffaqiyatli yo'llansa, normalda bu response deganiki kod deb bir parametr bo'ldi. Kod deb bir xoslik bo'ldi. Bu kodi post request'te 201 bo'lsa, muvaffaqiyatli bo'lgan bo'ladi. Shunga biz bu response kod 201 bo'lsa, bu holda bir uchur ko'rsataylik. Bahoyingiz yo'llandi deb. Bu snack barda uchur ko'rsatishda birinchi parametri view, ikkinchisi ko'rsatadigan uchur, uchinchisi shu uchurning uzun qisqaligi. Shu narsani bilsak bo'ldi ekan. Endi birinchi parametrga biz binding deb view'ni beraylik. Andan ko'rsatadigan uchur bahoyingiz yo'llandi deb uchur ko'rsataylik. Andan keyin uchinchi parametri bu ko'rsatish vaqtining uzun qisqaligini bekitish uchun snack bar deb yozib, bu yerda long, short yoki infinite deb 3 parametrdan birini tanlasak bo'ldi. Biz long deganni tanlab qo'yaylik. Parametrlarni berib bo'lgandan keyin oxirga show desak, dialogrammasini taqaversak bo'ldi. Dialogrammasini yo'q qilish uchun dialog dismiss degan buyruqni bersak bo'ldi. Endi sinab taqaylik. Mesela isim deyince Alimcan email alimcan@görüşgüç.com baho deyince rahmet deb yollaydi. Bahoyingiz yo'llandi dedi. Nima yo'qlagan bo'ldi dialogramması. Demek endi dialogramması yo'qladigan ishni qilib bo'ldik. Endi bahoni ko'rsatishni amalga oshiraylik. Baholarni ko'rsatish uchun WordPress'te bundaq ikki xil usul bor. Birisi bu biz yozmani ko'rsatgan shu iltimosning keyiniga embed degan parametrni qo'shsak, embed degan parametrni qatgandan keyin bu yerda embedded deb bir narsa qaytildi. Buning ichida replies deganning ichida shu berilgan baholar keladi. Bu endi birinchi xil usul. Bu şekilde qilgan vaqtimizda yozma nomeri bo'yicha yozma olgan shu iltimosni eversakla onunki bahosi birga keldi. Bu birlam iltimos bilan bir taraf qilamiz. Endi baholarni ayrim olmoqchi bo'lsak, bu chog'da bu iltimosningki bu yerga comment deb yozib, ondan post deb postningki numerini yozsak, bu chog'da ayrim baholarni ola olamiz. Appning unumi yaxshi bo'lish uchun shu birinchi xil usulni qo'llanaylik. Shu oldingi qitim yozgan yozmaning mazmunini kelish uchun navbatgan bu get requestning keyiniga
embed degan parametrni qo'shish bilan bu baholini ekilganishni qilaydi. Endi bu şekilde biz ekelsak, bu yerda mana postga kelgan narsalarda o'zgarish bo'ldi. Shu postga kelgan usulning ichida buni qarasak, embed deganning ichida mana u autor deganga qaramayli, shu reply deganninki bir arrayning ichida bir qatorning ichida yana bir qator bor ekan. Bu qatorning ichida andin bizningki baholarimiz qator keladi ekan. Shunga endi bu qurilmada bir model qurib olishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni biz mana post degan modelning ichiga mana reply embed degan narsani, anadan keyin buning ichiga mana reply degan narsani qo'shishimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun biz oldi bilan post degan bu modelimiz boyaga avval embed degan bir obyektni qurib olamiz. Bu o'xshashlar data class bo'ldi. Embedded deb qurdik. Buning ichida hozircha biz ishlaydigan narsamiz shu replies. Mana qarasanglar, replies degan narsani ishlasak bo'ldi. Replies deb yozdik. Endi bu repliesning tipi bu yerda biz deganimizdek bir arrayning ichida yana bir array bor ekan. Unda bo'lgan ekan buni modelda list orqali ifodlaymiz. Listning ichida list bor. Buning tipi shu bahoninki. Buning ichida mesela ID'si bor, author name bor, content bor degandek. Bu baho degan narsani biz oldin qatim comment deb bir narsa qurib qo'ygan. Shunga shuning o'zini ishlasak bo'ldi. Buning ichida bor narsalar shuning uchun comment tipliq bo'ldi. Post degani biz parseable deb qurganligimiz uchun postning ichida ishlatilgan narsamiz jazman parseable bo'lishi kerak. Shu ma'noda biz kodni parseable qilish uchun qaytib o'taylik. Qaytib o'tdik. Endi men embed deb bir tipni qurib bo'lgandan keyin bu narsa o'sha postning ichida keldi bizga. Shuni bo'ldi. Buni qarasanglar, buningga ismi oldida astısiq bor, embedded deb bu şekilde keldi ekan. Shunga uni bu yerga keldik. Buning tipi embedded bo'ldi. Bu şekilde buni izolab bo'lgandan keyin endi biz postdan kelgan bizning comment fragmentga get requestni avatgandan keyin kelgan narsaga qarab baqsak bo'ldi. Bu yerda post kelgandan keyin biz kuzatib boqaylik. Hozir men debug holati ijro qildim. Debug holati ijro qilgandan keyin masalan bu temani ochdim. Açsam hozir mana post tipliq narsa keldi. Endi buning ichida embedded degan narsa keldimi, kelmadimi? Uni bilish uchun biz hozir tekshirib boqaylik. Buni ochdim. Postning ichida qarasanglar embedded deb bir narsa kelibdi. Embedded deganning ichida replies deb turdi. Demak, berilgan baholar keldi. Buning ichida 4 baho bor ekan. Endi u bahoni ko'rish uchun biz makonipning ostiga bahoni ko'rish uchun bir list qilishimiz to'g'ri keldi. List view yoki boshqa shunday tizimli ko'rsatilgan view'dan birini qilishimiz to'g'ri keldi. Endi bugun biz mal listni qattiqqan vaqtimizda bu list mana bu
Yani scroll view'ның içinde yoki scroll view'ның içinde list normal işlemeydi. Biz list view'ның orniga bu yerda muqimroq, texmi yaxshi ishlaydigan recycler view degan kontrolni ishlatamiz. Recycler view deganimiz tizimlikdagi a'zolarni kontekst shaklida yoki tizimlik shaklida ko'rsatib turadigan bir kontrol. Buning alohidaligi bu endi shu bir ekranli narsani ichga saqlashda tutib turib, biz ikkinchi bir ekran mazmunini surib kelgan vaqtimizda birinchi ekranning o'rniga uni yezib faqat bir ekranli narsani ichga saqlashda tutganlik uchun manbani az ishlatadi. Şoň bunyň ismi recycler view. Recycler diýen qayta gollanyş mänisinde keldi. Menbäni qayta gollanýan hemde bir view bu. Şonuň üçin buny işletgen wagtda app'nyň muqimlygy ýaxşy boldy. Endi biz bununki kenglikini hazır meşberinde kıldık. Uzunluğunu rep content kılaylı. Yani mezmun kısasa özgürden kılıp. Özgürden kılıp boğan keyin ID'sini recycler view'da koyaylı. ID'ni belgilep boğan keyin endi bunun orny konopkaninki astyda bolsun. Andan biz konopkanyň astyny şu view'ninki en astyga öz toga view'ninki en astyga togulaýar eken. Bu kodunu ekip recycler view'ni astyga togulaýdyly. Bunda kılsak hemde nöbetde bizninki konopkamyzyň astyda bir tizimlik gösterýän recycler view'miz peýda bolgan boldy. Hemde bunyň etrapyga azrak orun taşlap koýdy margin arkaly. Bu recycler view'ni görünümizde geçip boldyk. Recycler view'ni işletiş üçin hemde bununla biz ayrım adapter geçişimiz tory keldi. Adapterni biz şu content fragmentdan işlep bolgandan keyin bir şekilde kury bereyli. Bununla ýeňiden class'tan birini kuraýly. Bu comment adapter bolsun. Bizden hazır işletken view recycler view bolganlyk üçin bunun işlediği adapterning tipi mi recycler view recycler view adapter boldy. Endi bununki garasaňlar recycler view'nyň içinde ýa-ni view holder dep bir näse boliş gerek. Endi view holder diýen bu ýa-ni aýrym bir klass. Endi bunun kurulmasy kanda boldy desaňlar, buny hazır bir dal kuraýly ýene. Buny biz comment holder dep kuraýly. Hem bu holder diýen näme desaňlar, bizninki şu recycler view'nyň işi köýsüdigan elementlerini biz bayatyn recycler view'ny geçip boldyk. Recycler view'den başga hem de recycler view'nyň her bir kurdyaki elementlerini köýsüş üçin aýrym bir ýene layoutdan birini kuruşga tory keldi. Şonuň üçin biz view holder'dan işini işletiş üçin awal bir layout level bolayly. Bu layout nime iş kıldy desaňlar, bizninki baha belgisininki bizning temalar ýollangan bahalynyňki baha ýollagujy ismi, anandan keyin baha ýollangan wagt, bahanyň mazmuny degендek näsini köýsüdi. Şonuň üçin biz bununla ýeňeden layout resource file dep buny comment'ninki item azasy birden comment azasy dep bu şekilde comment item dep bir görünümüz elementi kurumuz. Bunun içinde demek mürekkep kurulum bolmaýdy, fakat 3 talla tekst gösterip bersek boldy. Hem 3 tal tekst autornyň ýollagujynyň ismi,
Andan keyin yo'llangan vaqt, oxirida yo'llangan baho. Shu 3 narsani o'rlashtirsak bo'ldi. Endi 3 narsani o'rlashtirgan vaqtimizda biz endi buni ko'rkam shaklda chiqarish uchun bir card view'ning ichiga o'rlashtiraylik. Card view buningki uzunluğu match parent olsun, kenarlıki web content olsun. And then bu card view'ning ichiga endi biz 3 tal text elementini o'rlashtiramiz. Uni o'rlashtirish uchun biz yana buning ichiga concentrate layout'ni birini eklaylik. Buningki uzunluğu match parent olsun, kenarlıki web content olsun. Endi birincisi bu baho yo'llovchining ismini ko'rsatadigan text view olsun. Endi buningki biz bu uzunluğu kenarlıki ikkilisini mazmunga asosan o'zgartirgan qilib turaylik. O'zgartirgan qildik. Buning id'si id'sini biz text text name deb bu isim bo'lgan ekan, bu şekilde isim qo'ydik. Anadan keyin Arsalma card view'da qizilchilik turdi. Buning undoq chiqishda sababi buning vertikal holatdagi o'rni nima bo'lganligini biz belgilamadik. Shunga buni ekranning aşağı o'zi tug'an aşağı concentrate layout'ning ustiga to'g'rilab bersak, buning xatolik tugaydi. Endi buning ost tarafini ekranning ost tarafiga da bundoq to'g'rilab berdik. Ondan biz bu bütün view'ning uzunluğunu mazmunga asosan o'zgartirgan qilib qo'ysak bo'ladi. Endi bu text view tug'an concentrate layout'ning ichida buning o'rnini belgilashimiz to'g'ri keldi. Buning üst taraf concentrate view'niki ustiga to'g'rilansa, bosh tarafi uning 5'e to'g'rilansa bo'ladi. 5'e to'g'rilangandan keyin endi buning atrofiga azroq o'rin tashlab qo'yaylik. Uning atrofida. Bunday qilsak bu yerda ism chiqadigan bo'ldi. Bu bizningki uyg'urcha bo'lganligi uchun hozir biz start desak, ism o'ng tarafga chiqadigan bo'ldi. Числа sol tarafga chiqadigan bo'ladi. Endi biz agar ismni tarafga, chislani sol tarafga chiqarmoqchi bo'lsak, buni bu start degani end deb o'zgartirib bersak, buni o'zgardi. End of parent deb o'zgartirib berdik. Endi o'xshashla text view degan birini ekib, buning ismini email deb o'zgartirib bersak, ondan bu start of deb bundoq o'zgartirib bersak, bu endi числа o'ng tarafga chiqadigan bo'ldi. Hozir ko'rinishda sol taraf to'g'ri bilan o'ngdan solga ekranda bu almashib chiqdi. Bu ikki tal text view'ni o'rlashtirib o'tgandan keyin buning ostiga yana bir tal
text view keltirimiz. Şimdi bu onunla mezmun yolundu. Şuna bunu content dep koyaylı. Content degenin özü üst kısmı bu isimninki aslında boş buludu. Şuna id name degenini tillap koysak pastarap düştü bu. Endi bunun biz kenglikini ya uzunluğunu meşberint dep ekranga laqarat çıkıdan kısak. Boludur. Şunda bolgan jagda hazır ma isim, email, ya isim, числа, email deptim men go. Числа deyli. Isim, числа, andan keyin mezmun. 3 narsa bar boldy. Endi bu 3 narsaning o'zi bir card view'ning içidedi. Endi card view'ning bu etrafidan azroq o'rin tashlab qo'yayli. Bunun etrafidan 10 o'rin tashlasak, card view hem nima ishtiratda ko'rindi. Ondan bu card view'ninki rengini biz astratdan sal farqlantirish uchun bununla aqdan sal farq qiladigan bir rang berayli. Card view background color degan narsaga biz qo'ymatni bersak sal pal aq ko'rinishdan farq qiladigan rang bo'ladi. Endi buningki bu butonlarni biz azroq jumlaq qilsak ham ko'rkam chiqadi. Shuning uchun corner radius degan bo'ladi. Bassak chiroyli chiqadi ekan. Endi biz hozir bir tal isim, числа, andan keyin mazmunni ko'rsatgan bu layoutni laylab oldik. Laylab bo'lgandan keyin endi biz comment holderning ichida uni bog'lab etsak bo'ldi. Endi comment holder degan narsamiz bunun tipini bo'ldi desanglar, bu tipi view holder oldu. View holder deb yozamiz. View holder deb yozgandan keyin endi bunun ichida bir parameter bo'lishi kerak. View holderning ichidagi parameter bir view tiplik narsa bo'lishi kerak. Endi biz bu appda binding ishlatganligimiz uchun bu comment holderning ichida biz hozir qurgan comment item degandan keyin bindingni ishlatayli. Ne bo'ladi masalan comment binding deyman buni. Comment binding tipi comment item binding. Ondan bu mana ishlik narsa view tiplik bo'lishi kerak. Bu endi shu bindingninki eng asosidagi viewni olsa bo'ladi. Ya'ni root deb olsak, bizning hozir shu bu yerda laylagan shu comment item degan narsamizning hammasini o'zi chiqaradigan bo'ladi. Buning bilan biz comment holder degan narsani qurib bo'ldik. Buni qurib bo'lgandan keyin endi biz adapterning ishiga lozim bo'lgan holder comment holder degan narsani mana folder qo'ysak, buning keyiniga matndan qo'shib to'g'ri keldi. Buni qo'shib bo'lgandan keyin buni bossak, buning 3 ta a'zosi bor. 3 ta a'zosini qaytib berdi bizga. Biz ilgari darslarda ko'rgandek, item count degan narsa o'sha soni. Endi bu soni nega teng bo'ldi desanglar, sonni bizningki baholarimizni bir qatorda ekersak bu yerda. Shu baholarningki soni bu qursoniga teng bo'lsa bo'ladi. Shuning uchun buni
o'sha yerda biz bahola deb, ya'ni comments deb biz olgan narsamizningki sonni. Comments size degan narsani qaytarib bersak, bu uzunluq shunga teng bo'lsa bo'ldi. Buni ol deb qo'yaylik. Yana ikki narsa bor. Birisi bu view holder qurilgan vaqtda. Endi bu view holder qurilgan vaqtda nima ish qilamiz desanglar, biz avval comment binding deb bizning bu comment binding degan narsamizni bir bog'lab o'taylik. Shu biz qurgan layoutga. Bunga bog'lash uchun buni inflate deb, endi bu yerda layout inflator ko'rsash to'g'ri keldi. Layout inflator degan narsani layout inflator deb from deb buning ichida endi context talab qiladi bizni. Context degan narsa parent degan narsaning o'zi context deb bir xosligi bor parametr. Shuning uchun biz bu parent deganninki contextni ep qo'ysak, mana comment binding degan narsani elib olgan bo'lamiz. Endi comment binding bu bo'lgandan keyin bizning mana qurgan comment holder deganning ichida comment binding deb bir parametr bor. Bu parametrga biz endi shu narsani qo'shib qaytarib bersak ham bo'ladi. Shunga buni comment holder deb buningki parametri comment binding bo'ldi. Bu şekilde view holder'ni biz qaytarib beramiz. View holder'ni qaytarib bergandan keyin endi bu yerda endi view holder bog'langan vaqtda bizning adapter bilan bog'langan vaqtning o'zida biz bu holder deganninki buni biz olsak ziyorat qila oladigan bo'lamiz. Shunga holderninki comment binding degan şu binding orqali biz uning ichidagi a'zolarni, ya'ni sim, chisla, baho degan 3 narsani ziyorat qila olamiz. Endi sim degan narsaga biz set text deb shu navbatdagi o'rindagi shu bahoninki shu sim degan qiymatni ep bersak bo'ldi. Shu avval biz navbatdagi o'rindagi baho degan elementni bir ilib olaylik. Commentdan commentsniki get deb position bu şekilde alsak navbatdagi bahoni ola olamiz. Endi u bahoninki biz mana autor name degan narsani ep bersak bu sim bo'ladi. Simni ko'rsatib bo'ldik. Simni ko'rsatib bo'lgandan keyin endi chislani ko'rsatish uchun comment bindingniki text date degan narsaga set text deb comment date degan narsani ko'rsatib bersak bo'ldi. Endi uchinchisi endi comment bindingniki text content degan narsaga set text deb buningga comment deganninki content degan render degan tiplar unda bo'lgan ekan, buningki render degan narsani olsak bu string holatga keladi. Bu holatda yo'llab berdik. Endi adapterni qurib bo'lgandan keyin biz mana bu content fragmentning ichida get requestning ichida biz mana bu mazmunni ko'rsatib bo'lgandan keyin endi bindingning ichida recycler view va recycler view adapter deganning o'zini biz hozir imzolagan comment adapter deb endi buningga qaysi parametrni beramiz desanglar shu
postning ichidagi embedded deganning ichidagi bundan keladigan narsa list comment bo'ldi ekan, shunga biz ani adapterning ichidagi narsani array deganni list o'zgartirib o'taylik. List o'zgartirib o'tsak, bunda olib qolsa hamda bu şekilde quruq bir narsa aldiga holatga qo'ydik. Endi bu recycler view bu adapter degan narsani belgilashdan boshqa uningga bir layout managerda bir narsa belgilash to'g'ri keldi. Shunga layout managerni adapter belgilashdan burun layout managerda buningki concrete layout managerda bunun iki parametri var. Birinci parametri iki parametrlardan işlesek buldu. Birinci parametrga context deyen biz fragmentni açtı oğallıqımız için require context deyen işlesek buldu. İkinci parametri span count. Yani bir qurda neçe tal ilmit gözetmekçi bolsak, şunu yazsak buldu. Hazır biz bir qurda bir tal ilmit gösterimiz. Şuna bu aletde layout manager'in bir bettik. Ondan adapterini verdik. Hem de app'ni görüp bakayla. Terminal açtık. Qarasаңlar. Hazır 1, 2, 3, 4 tal. Bu baha göründü. Hem qarasаңlar bu bahalıninki içide mezmunda bunda HTML'ninki kodlar alışıp qalet çıkıptı. Endi bunu yo'q qilish uchun biz bu adapterning ichida contentga qimmat berishdan avval buningki ichidagi HTML kodlarini tozalaydigan bir buyruq yozaylik. Normalda bu render degan narsa HTML kod bilan birga keldi. Shunga men buni content HTML deb birinchi qimmatni yeb turay. Endi buning ichidagi HTML elementini switch uchun HTML deb from HTML bu şekilde bununla biz HTML öz yağan tekstini versek bu buyruk arkalı tazlı etkili buldu. Hem de bu tazlanan kıymetinin özünü biz content str yani text HTML'de biz text aylandırdık. Böyle aylandırı etkenlikken hem de burunqi koygan kıymetinin olarak bunu koyduk. Bu şekilde yazsak o mezmunun içindeki HTML kodları görmeyden buldu. Öncesine bakayla. Hazır qarasаңlar endi bunun içindeki HTML kodları tazlandı. Hazır mavi temelini içip qarasаңlar lippede qilib başta mavi konupka bahalı görünüp qolgan bir avval var. Endi o avvalni bir taraf qilish uchun qanday qilish kerak desanglar, mavi content fragmentning ichida biz view'ni ko'rsatdik. Mazmunni web view'da ko'rsatgan vaqtimizda endi mazmun yuklanib bo'lgandan keyin endi recycler view'ga qimmat beradigan, andan keyin konopkani bizning baho beradigan konopkamizdan ko'rsatadigan ishlarni qilsak bo'ldi. Unda qilish uchun biz avval fragment content degan ishidagi konopkamizni ko'chirib qo'yib turaylik. Bunun
visibility deganni invisible deb görmeydi holatda qo'yib turaylik. Görmeydi holatda qo'yib turib, content fragmentning ichida web view'ga mazmun yo'llab bo'lgandan keyin endi web view'da web client deb bir obyekt buldu. Bu web view client qurish usuli web view client deb qo'yaylik ismini. Bunun o'zidan object deb web view client deb yozsizlar. Anadan keyin tirnoqning ichiga buning on deb yazsanglar on page finish deb funksiyasini avtomatik tamomlab turdi. Tamomlab bo'lgandan keyin bu yuklanib bo'lgandan keyin ondan bizning qiladigan ishimiz nima desanglar binding'ninki button comment bizning fikr yo'llanadigan ko'nikimizning ko'rinishi altini yo'shirgan holatdan ko'rinadigan holatga o'zgartiraversak, anadan keyin bu recycle review'ga adapter bekilgan ishni anadan keyin qilsak, bu chog'da endi yuklanib bo'lgandan keyin, mazmun yuklanib bo'lgandan keyin ko'rinadigan bo'ladi. Web view clientni izolab bo'lgandan keyin biz binding'ninki web view degan bu a'zoyimizniki web view client deganga shu biz qurgan web view clientni beribmiz. Berversak, anadan keyin bu bog'landi. Mana sizlar web view bilan bog'landi. Bog'lanib bo'lgandan keyin andan u mazmun yuklanib bo'lgandan keyin bu narsani ko'rsatadigan ishlar amalga oshadi. Hozir qarasanglar, avvaliga qilib bida ko'rinib qoldigan avval yo'q. Normal chiqib turdi hozir. Demak, biz bahoni ko'rsatadigan anadan keyin baho ko'rinishining oldidagi ekran ko'rinib qoldigan avval bitirib qolgan bo'ldik. Bu appning qolgan ishlarini keyingi darsimizda davomlashtiramiz.